Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun siz bilan ikkinchi video darsligimizni ham boshlaymiz. Albatta siz alfabetni juda ham yaxshilab yodlab olgandan keyingina bu video darslikni ko'rish tavsiya qilinadi. Bo'lmasa chunki har bir dars bir-biriga bog'liq. Xo'p, keling bugun ikkinchi darsda nimalarni siz bilan gaplashamiz. O'tgan darsda asosiy undoshlarda o'rganganimiz, ya'ni ba'zi harflarda ikkitadan ma'nosi bor. K ni, misol uchun, K, G, T, D, P, B, ya'ni shunaqa ikkitadan ma'noli borlar qachon ular qaysi paytda qaysi ma'noni berishini ko'rib chiqamiz. Va siz bugun albatta bo'g'in yasash qoidalarini o'rganasiz. Bu orqali o'zingizni ismingizni har qanaqa o'zbek ismlarini koreys tilida yoza olasiz va dars oxirida siz koreys tilidagi har qanaqa so'zlarni o'qib olish bilimiga ega bo'lasiz. Qani boshladik. Xo'p, biz o'tgan darsda o'rgangan harflarning ba'zilarini yozamiz bugun. Bularning ikkitadan ma'nosi bor edi. K, G, T, D, P, B, Ch, J. Xo'p, qachon K o'qiladi bu harf, qachon G o'qiladi? Keling, endi shuni batafsil tushuntirib bersam. Buni ikkita qatorga shunday bo'lib olamiz. Ya'ni bu 4 ta harfimiz ham ikkinchi qatordagidek o'qilishi uchun ikkita unli orasida bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu 4 ta harfimiz ikkinchi qatordagi kabi o'qilishi uchun bular ikkita unli harflar orasida bo'lishi kerak. Qolgan paytda birinchi qatordagidek o'qiladi. Ya'ni nima degani? Misol uchun bu harfimiz K deb o'qiladi, G emas. Chunki ikkita unlining orasida emas. Lekin buni mana endi A bilan I ning orasida turibdi. Agi, Aki emas, Agi o'qiladi, chunki ikkita unlining orasida. Biz aytdik, ikkita unlining orasida o'qilsa, ana shu 4 ta harfimiz ikkinchi qatordagidek o'qiladi. Ya'ni mana bu harfimiz G, bu D, bu bo'lsa B, bu harfimiz J o'qiladi. Ya'ni mana bu so'zimiz agi, ya'ni agi, chaqaloq. Chaqaloq. Bu qoidani albatta yozib oling. Endi misollarni bu yerdan yozishni boshlayman. Birinchisi misol uchun K ga misol yozdik, endi T ga yozib ko'ramiz. Mana kata deb o'qilmaydi. Kada deb o'qiladi. Bu birinchisi K. Mana ikkita unlining orasida bo'lgani uchun bu D o'qiladi. Kada. Kada. Ya'ni bormoq degan fe'l bu. Bormoq. Xo'p, keyingisiga misol uchun endi sal uzunroq so'z yozaman. A, bo, J o'qiladi. Mana bu B o'qiladi. Nega? Chunki ikkita unlining orasida turibdi. Bu J o'qiladi. Nega? Ikkita unlining orasida. Mana. Mana. Lekin mana bu nega A o'qildi? Bu N harfi edi-yu desangiz, unga hozir bir 2 minutdan keyin bilib olasiz. Bunga e'tibor bermang. Hozir mana bu B o'qilayotganiga, bu J o'qilayotganiga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni o'qilishi A, bo, J. Ya'ni bu aboji degani ota. Dada. Aboji, ota. Demak, qoidamiz juda ham sodda. Ikkita unlining orasida bo'lsa, ikkinchi qatordagidek o'qiladi. Qolgan paytda birinchi qatordagidek o'qiysiz. Har qanaqa paytda birinchi qatordagidek o'qilaveradi. Faqat ikkita unli orasida bo'lsa, ikkinchi qatordagidek. Bu birinchi qoidamiz edi. Ikkinchi qoidamiz. S harfimiz Sh ham deb o'qilardi, to'g'rimi? Qachon Sh o'qiladi? S harfi ya'ni mana shu 6 ta harfdan keyin S harfidan keyin shu 6 ta harfdan birortasi kelsa S Sh deb o'qiladi. Qolgan hamma paytda S deb o'qilar ekan. Ya'ni S dan keyin shu 6 ta harfdan birortasini ko'rsangiz, siz uni S emas, Sh deb o'qishingiz kerak. Misol uchun
sida deb o'qilmaydi. Chunki s'dan keyin i turibdi, shida. Ha? Yoki keyingisi. Shvida. Vi turibdi chunki mana. Shvida. Da qo'shimchasi mana. Bu ham d o'qiladi. Nega? Chunki ikkita o'rlikning orasida. Xo'p. Demak, mana shu s'dan keyin shu harflardan birortasini ko'rsangiz, albatta siz uni sh deb o'qiysiz. Qolgan hamma paytda s harfi s deb o'qiladi. Misol uchun sada. Sada sotib olmoq degani. Yoki sayo arzon. Xo'p, bu ikkinchi qoidamiz. Buni ham albatta yozib olishingiz kerak. Undan keyin doskani o'chiraman. Sizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegramda kuratorlaringizdan so'rashingiz mumkin. Video darslik davomida tushunmagan joylaringiz bo'lsa. Agar video darslik davomida qoidalar yoki bir harflarni yodlash jarayonida qanaqadir muammolar yoki qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegram guruhiga kirib, o'zingiz yozishingiz mumkin, sizga kuratorlar javob beradi. Xo'p, qoidalarimizni davom etamiz. Bizda keyingi harfimiz bor edi. R yoki L deb o'qiladi. Bu qachon L deb o'qiladi? Faqat bu patchimda kelsa. Undan oldin sizga men patchimni tushuntirib berishim kerak. Patchim nima? Patchim bu bir bo'g'indagi 3-harfga, 3 yoki 4-harfga patchim deyiladi. Bir bo'g'indagi 3 yoki 4-harfga patchim deyiladi. Endi bu qoida shunaqa. Endi oddiy jaytari qilib tushuntiradigan bo'lsak, pastdagi undosh harfga patchim deyiladi. Ya'ni mana bitta bo'g'in, misol uchun mana pastda kelsa, undosh harf bo'lib kelsa, o'sha patchim. Bu al o'qiladi. Bu harfimiz r yoki l deb o'qiladi dedik. Qachon l o'qiladi desak, faqat patchimda kelsa. Ya'ni patchimda keldimi, bu l o'qiladi, al. Xo'p, demak patchimni bilib oldingiz, pastdagi undosh harfga patchim deyiladi. Misol uchun, mana bunda patchim bormi desak, bor, mana. Chunki pastda undosh harf yozildi, shu narsa patchim deyiladi. Pang. Yoki, mana bunda patchim bormi? Bunda patchim yo'q. Chunki patchim pastdagi undosh harf, unli emas. Agar bunga men misol uchun yana bitta harf bo'lsa, endi patchim bor, patchim m. Ya'ni pastdagi undosh harf patchim deyiladi. Endi r harfi qachon l bo'ladi desak, qoida shunaqa ekan, oddiy ekan. R harfi pastda kelsa l o'qiladi. Ya'ni patchimda kelsa. Patchim so'zini bundan buyog'iga juda ko'p ishlatamiz. Yana bir marta qaytaraman. Pastdagi undosh harf patchim deyiladi. Ya'ni tagiga kelgan bitta undosh harf. O'sha patchim. Xo'p. Misol uchun mana bu qanaqa o'qiladi? Sal. Yoki mana bu narsa. O'qingchi? Mal deb o'qiladi. Qolgan paytda r deb o'qilaveradi misol uchun. Radio, ha? Radio. R deb ketilaverar ekan. Bu keyingi qoidamiz. Endi bizda oxirgi qoidamiz qoldi. Mana bu harfimiz. Ya'ni bu harf o'qilmaydi dedik. Yoki ng deb o'qiladi dedik. Qachon ng o'qiladi? Qachonki patchimda kelsa. Mana bu harfimiz endi pang deb o'qiladi. P A N pang. Ya'ni pastda undosh kelsa, o'shanda mana bu harfimiz agar patchimda kelib qolsa, ng o'qiladi. Qolgan paytda o'qilmaydi. Ya'ni pastda shu harfni ko'rmadingizmi, unda o'qimaysiz. Bu harfimizda bitta yana asosiy vazifasi bor. Uni hozir tushuntiraman. Oldin ng ma'nosini tushunib olishingiz kerak. Yoki misol uchun mana bu endi qanaqa o'qiladi? Buni o'qilishini hozir bir ozdan keyin bilib olganingiz yaxshi. Song deb o'qiladi. S O N song. Endi ikkinchi ma'nosi bu qachon o'qilmaydi? Qolgan barcha paytda o'qilmaydi. Faqat patchimda kelsa ng o'qiladi. Koreys tilida hamma so'zlar unli bilan yoziladi. Undosh so'z bilan yoziladi.
Misol uchun aziz deb yozmoqchi bo'lsangiz ham mana ani bilan boshlab keta olmaysiz. Birinchi mana bu narsa yozilishi kerak. Lekin bu o'qilmaydi. Misol uchun olim deb yozmoqchisiz mana. O'dan oldin bu bo'lishi kerak. Buni vazifasi ulli bilan boshlanadigan har qanaqa so'zdan oldin keladi va ikkita ullining orasida ham keladi. Ikkita ulli o'z-o'zidan kelib qola olmaydi. Misol uchun a bilan i. Ai degan so'z bor. Endi u qanaqa yoziladi? Ai, mana a, i. Mana ikkita ullining orasida keladi va ulli bilan boshlanadigan har qanaqa so'zdan oldin keladi. Tushuntira olyapman? Ikkita ullining orasida va ulli bilan boshlanadigan har qanaqa so'zni boshida. Ai degani bu bola degan. Yoki agi. Ani o'zi hech qachon kelmaydi. Biz aytdik, koreys tilida hamma so'zlar undosh harf bilan boshlanishi shart. Endi ulli bilan yoziladigan misol uchun Aziz, Alisher deb yozmoqchi bo'lsangiz, desak, bemalol yozaverasiz, faqat ullidan oldin mana bu dumalog'i qo'yishingiz kerak. Dumalog'i vazifasi ulli bilan birga keladi va ikkita ullining orasida albatta yozilishi shart. Bo'ldi. Bugungi qoidalarimiz shulardan iborat. Endi siz bilan bo'g'in yasash qoidalariga o'tamiz. Mana siz bilan harflarimizni qachon, qaysi paytda qanaqa o'qilishini o'rganib oldik. Endi siz bilan bo'g'in yasash. Bo'g'in o'zi nima? Misol uchun bekzot ismida nechta bo'g'in bor? Bek, zot, ikkita bo'g'in bor. Ya'ni so'zlarni yozishimizdan oldin bizga bo'g'inlar kerak. Bek bitta bo'g'in, zot bitta bo'g'in. O'sha bekni qanaqa yozib olaman, zotni qanaqa yozib olaman? Yoki Alisherda nechta bo'g'in bor? Olimda, Anvarda va hokazo, ya'ni bo'g'inlar, maktabda, maktab, kitob, ya'ni o'sha bo'g'in, ya'ni biz bo'g'in yasash qoidalarini hozir ko'ramiz. Birinchisi, bo'g'in yasash qoidalarimizning birinchisi undosh va ulli. Undosh, ulli. Bunga misol tariqasida undoshimiz misol uchun m, ullimiz a, ma. Yoki so. Ha? Ya'ni bitta undosh, bitta ulli. Endi buni ikkinchi xil shakli ham bor. Undosh, ulli. Bu qanaqa ulli edi? Undoshni tagidan yoziladigan ullimiz, dankasi ullilar bu shaklga kiradi. Misol uchun mu. Mana undosh, ullimiz mana. Dankasi ulli bo'lgani uchun yonidan yozilmaydi, tagidan yoziladi. Shuning uchun formasi mana shunaqa formada bo'ladi. Bunda esa bu ish bilarman ulli, shuning uchun undoshni yonidan yoziladi. Mana shakli. Mana undosh, mana ulli, undosh, ulli. Bunga misollarni yana davom ettiramiz. Misol uchun ka, shi, bunga misollar bo'lsa, bunga ham misollar, misol uchun ro, misol uchun m yoki bo'lmasa po xohlagancha misol keltirishimiz mumkin. Birinchi bo'g'inimiz undosh ulli shaklida bo'ladi. Lekin nega undosh? Misol uchun a desak ham bu ham bitta bo'g'in. A so'zi ham. Chunki mana undosh, mana bu harf o'qilmaydi, keyingisi ulli. U demoqchi bo'lsak, bu ham bitta bo'g'in. Uni o'zi yozilmaydi. Birinchi undosh yozilishi kerak. Mana undosh, keyin u. Biz aytdik, koreys tilida hamma so'zlar undosh bilan boshlanishi kerak. Shuning uchun mana bu dumaloq ullini oldiga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchisi endi undosh, ulli va undosh. Mana hozir bu yerda siz undosh, ulli va undosh. Ya'ni undoshimiz bu patchim. Ya'ni pastga kelgan harf bo'lganligi uchun. Misol uchun bunga sam, s undosh, a ishbilarmon ulli, shuning uchun yonidan yozildi. M patchimda keldi, sam. Yoki buni sam deydigan bo'lsak, tog' degan ma'noni bildiradi. Sam, tog' degan koreys tilida. Yoki pang.
mana P undosh, A ishbilarmon unli, Ng bo'lsa, mana pachchimda keldi undosh harf. Pan. Bu xona degani koreys tilida. Pan xona. Endi agar unlimiz dankasi bo'lsa-chi, uni shakli, formasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni u undosh harfimiz yonidan yozilmaydi-yu. To'g'rimi? Undosh mana tagidan yoziladi unli, dankasi unlimiz va yana undosh. Bunga misol keltiramiz. P O M. Pom, bahor degan. Pom, bahor. Mana P undosh, dankasi unlimizga mana O, esingizda bo'lsa, pachchimda M keldi. Pom, bahor. Yana misol keltirsak, misol uchun. Xo'p, buni bu yerdan yozib, bu yerdan bitta misol keltirsak. Buni o'qib beringchi, nima bo'ladi? Mana qo'shindoshimiz, ikkita K. U dankasi unli, bumi? Kum degan orzu degan. Ikkita ma'nosi bor. Ham orzu, ham tush. Tushingizdagi tush. Shu ikkita ma'noni bildiradi. Orzu yoki tush. Pom bo'lsa bahor. Buni albatta yozib oling. Asosiysi shu, uchinchisi qoldi. Hozir uchinchisini ham tushuntirib beraman. Undosh, unli, undosh, yana bitta undosh ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni bu yerda pachchimizda ikkita harf bo'ladi. Bunga misol S undosh, A unli, ishbilarmon unli, shuning uchun yonidan yozildi. Ikkita undosh, mana L bilan Sam. Keyin bizda savol paydo bo'lishi mumkin. Pachchimda ikkita harf bo'lsa, qaysi birini o'qiymiz? Sam deb o'qiymizmi yoki sal deb o'qiymizmi? Koreyslar shunaqa javob beradi. Pachchimda ikkita harf bo'lsa, birinchisini sekinroq, ikkinchisiga ko'proq urg'u, ya'ni sam. Yoki ikkinchi qoidasi ham bor, alfabetda joylashgan o'rniga qarab. Qaysi biri birinchi kelsa, o'sha o'qiladi. Sam. Sam deb o'qiladi. Ya'ni bu hayot degan. Xo'p, keyingisi, ya'ni unlimiz endi dankasa bo'lsa-chi, unda qanaqa bo'ladi formasi? Undosh, unli, chunki tagidan yozilishi kerak, dankasa bo'lganligi uchun. Va undosh, yana undosh. Shu narsani faqat unlisi dankasa bo'lsa, pastdan yoziladi. Endi bunga misol Hik. H undosh, E dankasa unli, L bilan K ikkita undosh. Hik. L eshitilar-eshitilmas, K o'qiladi. Bundan siz misol uchun ikkita pachchimda kelsa qanaqa o'qiladi, qaysi biri birinchi o'qiladi degan bir anov bo'lmasa, sizda baryer bo'lmasa, chunki bunaqa so'zda unaqa o'zi ko'p emas. Uni o'zingiz audiolarni eshitayotganda qaysi biri o'qilishi kerakligini o'rganib ketsangiz ham bo'ladi. Hik degan tuproq degan. Bo'ldi. Mana bo'g'in yasash qoidalarini o'rganib oldik. Endi shuni amaliyotda qo'llaymiz. Ya'ni hozir o'zbek ismlarini yozamiz va shuni koreys tilida qanaqa yozilishini birgalikda yozamiz. Bir 3-4 tasini yozib berganimdan keyin qolganlarini bemalol o'zingiz yoza olasiz. Keling, shuni birgalikda boshlasak. Hop, birinchi misol uchun aytaylik, Madina. Ikkinchisi Bekzod. Yoki yana qanaqa ismlar? Nozima. Yoki-da Otabek. Temur. Shu ismlarni birgalikda yozib ko'ramiz. Madina so'zini yozmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda uni bo'g'inga ajratib olishingiz kerak. Ya'ni
Madina. O'qiyotganimizda ham biz shunaqa bo'g'inligi bo'lardi-ku. Keling, endi ma so'zi biz bo'g'in yasashda ko'rdik. Ya'ni m, mana a, ma. Dini yozishimiz kerak. Mana bu di bo'ladi. Nega? Chunki ikkita o'rlikning orasidagi bu t d bo'lib qoladi. Madi. Endi n ni yozsak bo'ldi. Mana n, a. Keyingi bo'g'inimiz mana. Madina. Bo'ldi. Madina. Oson yoziladigan ismlardan biri ekan. Chunki bunda bo'g'inlarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, ikkitadan harf-da. Shuning uchun bu juda ham oson, sodda yoziladi. Ba'zi mana bekzotda 3 ta, bitta bo'g'inda 3 ta harf bor. U qanaqa bo'ladi? Bek degan bitta bo'g'inni yozib olishimiz kerak, keyin zotda. Bek degan bo'g'inni yozishimiz uchun b harfi yo'q koreys tilida, ya'ni boshida kelsa b o'qilmaydi. P bilan boshlaysiz. P. Endi e harfi kerak, bizda bor, mana e harf P. Endi k ni yozishim kerak. K ni hech qachon yonidan yozib qo'ymang. U bitta bo'g'in bo'lishi uchun pachchimda, ya'ni pastda yozilishi kerak. Pek. Mana pek. Bu bitta bo'g'in bo'ldi. Endi zot so'zini yozishim kerak. Z yo'q, j bor. Jo, mana jo. Pachchimda mana t ni yozsam pekjot. Pekjot. Bekzot deb yozib bo'lmaydi. Z yo'q chunki pekjot. Bo'ldi. T ni pachchimda yozdim, yana bitta bo'g'in bo'ldi. Endi nozima so'zi qanaqa bo'ladi? Mana nozima. Buni hammasi ikkitadan ekan. Mana no z yo'q dedik. Z ni o'rniga j ishlatiladi. Ya'ni noji. Nojima. Nojima. Otabek so'zi. O so'zi mana bilamiz, lekin bu hech qachon biz aytdik, koreys tilida hamma so'zlar undosh bilan boshlanishi kerak. Albatta dumaloq yonidan qo'yishimiz kerak bo'ladi. O mana bitta bo'g'in ketdi. Endi ta'ni yozishimiz kerak. Ta. Nega bu t'ni ishlatdim men? Men buni ishlatmadim. Agar buni ishlatganimda ikkita o'rlikning orasida kelganligi uchun u d o'qilardi. Oda bo'lib qolardi. Shuning uchun men buni ishlatsam, bu ikkita o'rlikning orasida ham t ishlatilaveradi. Ota bo'ldi. Ota. Endi bek degan bo'g'inni yozib olishim kerak. Bekki boya ham yozdik mana. Bek. Otabek. Sal chiroyliroq yozsak. Otabek. Temur so'zi. Temur. Endi qarang. T bizada bor, mana. T mana. Endi ikkinchi bo'g'in m. Mu so'zi mana. Endi r ni agar pachchimda yozsam nima bo'ladi? Sizlarga savol. Bu qanaqa o'qiladi? Timul bo'lib qoladi. Timul. Nega? Bu pachchimda kelsa, bizga qoidamiz bor edi, l o'qilardi. Xo'p, endi Timur yozmoqchi bo'lsam qanaqa yozaman desak, endi bo'ldi, bu mu o'zi bo'ladi, yonidan r yoziladi. Timur. Lekin bizada bo'g'in bo'lish uchun kamida ikkita harf bo'lishi kerak. Hozir mana bu bitta bo'g'in, bu ikkita bo'g'in, buni o'zi bitta harf qolib ketdi. Ya'ni bunga ham qaysidir harf qo'shishimiz kerakki, lekin ma'nosi o'zgarib ketmasin. Unaqa harflarimiz bormi? Bor, mana bu harfimiz. Temur, Temur u harf, Temur. Ya'ni Temur so'zi shunaqa yoziladi. Temur. Hozir bugun sizga beriladigan vazifa kamida 30 ta bo'lmasa 50 ta o'zbek ismlarining ro'yxatini yozing va koreys tilida yozib chiqing. Qaysilarini yoza olmasangiz, albatta Telegram orqali o'zingizni o'sha ustoz Telegramga yozsangiz, konstruktor ustozlarimiz javob berishadi. Bugungi darsimiz tugadi.